Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz so'zlashuv uslubi va badiiy uslub. Rejalar bilan tanishtiramiz. Birinchi rejamiz so'zlashuv uslubi, ikkinchisi badiiy uslub. Oilada, ko'cha-ko'yda kishilarning fikr almashinish jarayonida qo'llaniladigan nutq uslubi so'zlashuv uslubi deyiladi. So'zlashuv uslubi adabiy yoki oddiy so'zlashuv uslubini o'z ichiga oladi. Xususiyatlaridan ayrimlarini keltirib o'tamiz. Birinchi, oddiy so'zlashuv uslubi gap bo'laklarining tartibi ancha erkin bo'ladi. Bu esa o'z navbatida inversiya hodisasini keltirib chiqaradi. Gap bo'laklarining tartibini xohlagancha o'zgartira olish mumkinligi bu xususiyatning o'ziga xos tomoni hisoblanadi. Gap bo'laklarining tartibi o'zgargan taqdirda ham tinglovchi ko'zlagan maqsadini dan og'ishmasligi tushuniladi. Kecha akang keldimi qishloqdan, akang kecha qishloqdan keldimi qolipda bo'lishi kerak. Boramizmi muzeyga, muzeyga boramizmi kabi. Oddiy so'zlashuv uslubi kitobiy uslublarda qo'llaniladigan so'zlar o'rnida suhbat jarayonida muomalada ishlatiladigan so'zlar qo'llaniladi. Suhbat qurdi, gaplashdi. Sobiq, oldingi. Chehra, yuz. Tark etdi, ketdi. Taklif qildi, chaqirdi. Lutf ko'rsatdi, hurmat qildi. Bunday holda obrazlilik, estetik ta'sir etish holatlari mavjud bo'lmaydi. Shu xususiyat tufayli ham boshqa uslublardan farq qiladi. Bu uslubda so'zlovchi nutqiy vaziyatdan kelib chiqib, eng qisqa, kerakli so'zlarnigina qo'llaydi. Qolgan axborotni mimika va ishora orqali anglashib olinadi. Kitob do'konidan kitob sotib olish maqsadida sotuvchiga shunday murojaat qilinadi. 5 bolali yigitchadan keldimi? Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha romanidan keldimi deb o'tirmaymiz. Bu uslubning yana bir o'ziga xos xususiyati erkinlik xususiyatidir. Talaffuz erkinligi, so'zlarning nutqiy vaziyatga, sharoitga, o'zining hudud shevasiga moslab talaffuz qilinishi. Na'lat, la'nat, opti, olibdi, shipirgi, supurgi, soat, soat, yangitdan, yangidan, surpa, supra, ketdi, kelibdi, ko'ynak, ko'ylak, moshna, moshina kabi. So'zlashuv uslubining har ikkala turi, adabiy so'zlashuv uslubi va oddiy so'zlashuv uslubi, ko'pincha dialog ikki shaxsning muloqot tarzida ro'yobga chiqadi. Qachon kelding? Bugun kinoteatrga borasanmi? Biroz avval dadamdan so'rashim kerak kabi. Keyingisi termin so'zi bazasida shakllanadi. Termin bazasidan so'z shakllanmaydi. So'z umumxalq mulki, u til jamoasining hamma ijtimoiy qatlamlari uchun bir xil xizmat qiladi. Termin esa til jamoasining ayrim ijtimoiy qatlamlari uchun xoslangan bo'ladi. So'zlarda shakliy munosabatning antonimlik turi amal qilinsa, terminlarda uning tenglik turi faol qo'llaniladi. To'liqsiz gap va imo-ishoraning ko'p ishlatilishi kuzatiladi. Savollarga qisqa tarzda javob berish xarakterlidir. Ertaga maktabga borasanmi? Ha. Ha, ertaga maktabga boraman tarzida bo'lishi kerak edi. Kitoblarni olib chiqib bera olasizmi? Yo'q. Yo'q, kitoblarni olib chiqib bera olmayman tarzida bo'lishi kerak edi. Demak, hayotda, ko'cha-ko'yda ishlatiladigan so'zlarning adabiy qoidalarga doim ham amal qilinavermaydigan turi oddiy so'zlashuv uslubini hosil qilar ekan. Uning barcha xususiyatlari badiiy tahlil qilsak, o'quvchi talabalarning tushunib yetishi osonroq bo'ladi. Oddiy so'zlashuv uslubi boshqa uslublarga qaraganda ixcham shaklga ega, sodda gaplarni tashkil topgan bo'ladi. Qo'shma gapning murakkab turidan foydalanish deyarli uchramaydi. Har qaysi uslubning o'z ahamiyati bor, bir-biridan ayro holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Tadqiqot davomida badiiy uslubning quyidagi jihatlari aniqlandi.
Badiiy uslubning asosiy xususiyati obrazlilik va ifodalilik, estetik va emotsional ta'sirchanlik, so'z o'yinlari va badiiy vositalardan foydalanish. Badiiy uslubning turlari: poeziyadagi badiiy uslub, nasriy janrlardagi badiiy uslub kabi. Badiiy uslub vositalar va ularning funksiyalari. Uslubiy vositalar: metafora, epitet, allegoriya, anafora. Funksiyasi: obrazlilik, emotsional ta'sirni oshirish, yashirin ma'no berish, ritm va urg'u hosil qilish. Badiiy uslub adabiy janrlardagi taqsimoti. Janr xususiyatlari: she'riyat, qofiya, ritm, badiiy ifoda vositalari, nasr, realistik va tasviriy jihatlar, drama, dialog, nutq va sahna ifodasi. Badiiy uslub adabiy nutqning eng muhim va keng qo'llaniladigan turlaridan biri bo'lib, uning asosiy maqsadi estetik ifodaviylik va emotsional ta'sirni oshirishdir. Tadqiqot davomida badiiy uslubning asosiy komponentlari, lingvistik xususiyatlari va adabiy janrlarda qanday namoyon bo'lishi aniqlanadi. Shuningdek, badiiy uslubning o'ziga xos vositalari, metafora, epitet kabi elementlarda o'rganiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, badiiy uslub faqat adabiyotda emas, balki jurnalistika, teatr, san'at va hatto zamonaviy blog yo'nalishlarimizda ham muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.